pishloqdon ekinlarini yetishtirishda Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan berilayotgan topshiriqlar, Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi hamda ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan berilayotgan tavsiyalar asosida amalga oshiriladigan tadbirlarni innovatsion usulda o'tkazish kuzgi boshoqdan ekinlarning hosilini mo'l, sifatini yuqori qilishni ta'minlaydi. Aynan mazkur dalada tuproqqa ishlov berishdan boshlab hozirgi kungacha berilayotgan agrotexnik tadbirlar innovatsion usullar, zamonaviy resurs tejamkor usullarda o'tkazilishi ta'minlanmoqda. Albatta, kuzgi boshoqdan ekinlardan yuqori hosil olishda navning xususiyati ham alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Mazkur dalada Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tomonidan yaratilgan kuzgi yumshoq bug'doyning yangi Turon novi tanlab olingan hamda urug'lar 5-oktyabrda ekilgandan keyin mazkur innovatsion usul, ya'ni yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari 6-oktyabrda o'rnatildi hamda sug'orish ishlari boshlanadi. Bugungi kunga qadar barcha agrotexnik tadbirlar o'sha tavsiya etilgan me'yor va muddatlarda amalga oshirilyapti. Xususan, kuzgi qishki mavsumda oziqlantirish amaliy sulfat hisobida gektariga 150-200 kg atrofida berildi. Hamda bahorgi birinchi oziqlantirishda tavsiya etilgan karbamid mineral o'g'itidan foydalanildi. Hozirda esa mineral o'g'itlarni eritma hisobida karbamid gektariga 50 kg dan berilyapti. Hamda har 8-10 kunda turli biostimulyatorlarni tavsiya etilgan me'yorga nisbatan bir barobar oshirish hisobiga oziqlantirib borilmoqda. Mana ko'rib turganlaringizdek, bugungi kunda mazkur Turon novi mana 70 sm atrofida rivojlandi. Tuplash koeffitsiyenti ham yuqoriligi ko'rinib turibdi. Mana gektariga 200 kg ekilgan, shuning hisobiga mana bu yerda 6 ta tup hosil qilgan, shundan mana 5 tasi mahsuldor poya hisoblanadi. Bu yerda mana shu innovatsion usullardan ekish usullariga keladigan bo'lsak, 200 kg da bizlar Braziliyaning Vinsituva SA14600 serkasidan foydalanganimiz hisobiga urug'larni bir tekisda joylashishi hamda gektariga 50 kg dan urug' iqtisod qilinishi ta'minlandi. Mana ko'rib turganlaringizdek, dalada ko'chat me'yor darajasida hamda uning o'sishi, rivojlanishi bir xilda ta'minlangan. Ayrim dalalarda o'sish bo'lsa rivojlanish orqada bo'lishi mumkin yoki rivojlangan bo'lsa o'sish orqada bo'lishi mumkin. Agar fermer xo'jaliklari agrotexnik tadbirlarni bir me'yorda tavsiya etilgan me'yorlarda o'tkazadigan bo'lsa, o'sish ham rivojlanish ham bir xilda ketishi ta'minlanadi. Bundan tashqari hozirgi kungacha foydalanilgan azotli mineral o'g'itlarni yillik me'yorga nisbatan 30% gacha qisqarishiga erishilyapti. Mavsum yakunigacha bu 50% gacha qisqartirishga erishish mumkin. Sababi beriladigan azotli o'g'itlar aynan tizim orqali suvga eritilgan holda berilishi bu fermer xo'jaliklarining iqtisodini ta'minlaydi. Bundan tashqari aynan yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilinishi fermer xo'jaliklarining yer solig'idan ozod bo'lishi yoki bo'lmasa suv solig'ining o'sha 0.5 kamaytiruvchi koeffitsient hisobida qo'llanishi bu fermer xo'jaligi yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatgan xarajatlarni tezda qoplash imkonini beradi. Hamda mana ko'rib turganlaringizdek, optimal muddatda kuzgi bug'doy urug'larining ekilishi yoki urug' ekishda aynan mazkur Turon noviga o'xshash qishga o'ta chidamli bo'lgan, zang kasalliklariga chidamli bo'lgan mazkur novdan yoki mana shunga o'xshagan yangi innovatsion navlardan foydalanish bu fermer xo'jaliklarining iqtisodiy baquvvat bo'lishini ta'minlaydi.